ishimizni o'rnatdik. Bu yerga bitta eshik, bitta rom, bitta pochka o'rnatganmiz. Ekopen jigarrang profilga giropiyalar doimiy zo'r, xudo xohlasa. Ruchkalar doimiy balkon ruchkalari qo'yganmiz. Patlar orqaxon. Ekopen garishli profilga oynalar bir qavat yotib oynada bo'ldi. Ekopen profillarimiz ham juda zo'r holatda chiqyapti. Romimizni razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 1.78, bo'yiga 1.60. Eshigimiz razmeri eniga 1.20, bo'yi 2.32. Padog'onlari bilan bo'lgan. Spagetlarni chiroyli qilib qo'yib berganmiz. Chahlar doimiydek chiroyli holatda chiqqan. Bu yoqda porchkasi bor. Porchkamiz razmeri 65 ga 40. Porchkani 250 ming so'mga qilib berdik. Romimizni 1.700.000 padog'onlar bilan oynalar bir qavat. O'rtada bitta ochilishi bor. Eshigimizni 2 million so'mga qilib berdik. O'zimizni Andijon viloyati Buloqboshi tumaniga. Kimga shunday akfa hechiromlar kerak bo'lsa 91 487 12 37 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastakka o'rnatib berishlar shu narxlarda bo'ladi.